Umumta'lim maktablarida xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirish va ilg'or pedagogik tajribalarni ommalashtirishga qaratilgan nufuzli tanlovlardan biri. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining Buxoro viloyat bosqichi yuqori saviyada tashkil etildi. Bu tanlovning tuman bosqichida viloyatimizdan 525 ta maktab ishtirok etib, har bir maktabdan 7-9 sinf o'quvchilar ishtirok etdi. Tuman shahar bosqichlarida 2635 nafar ishtirok etgan bo'lsa, shularning hozir 65 nafari viloyat bosqichida ishtirok etmoqda. 2022-2023 o'quv yilidan buyon har yili muntazam o'tkazib kelinayotgan tanlov maktablar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, ularda xorijiy tillarni o'qitishning darajasi va sifatini oshirishni rag'batlantirish, yoshlarning til o'rganishga bo'lgan intilishlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. This project is not only helpful for the students but also for the teaching community. Ushbu loyiha nafaqat o'quvchilar, balki mamlakatingizdagi o'qituvchilar jamoasi uchun ham foydali. Qolaversa, biz ham loyiha ishtirokchisi va O'zbekiston maktablaridagi xorijiy til o'qituvchilari sifatida o'z tajribamizni orttiryapmiz. O'zbekiston ta'lim tizimida yoshlarga xorijiy tillarni o'rgatish uchun keng imkoniyatlar yaratilganini yuqori baholayman va juda qadrlayman. Til bilish bu dunyoga chiqishdir. Har tomonlama bilimga ega o'zbek yoshlari endilikda dunyoning barcha nuqtalarida o'z bilim va salohiyatlarini ko'rsatadi olishmoqda. Bugun yoshlarimizning xorijiy tillarni bilish darajasi oshmoqda. Endilikda eng chekka hududlarda ham bir nechta xorijiy tillarda erkin so'zlasha oladigan yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. Buxoro viloyatining eng olis tumanida joylashgan Qorako'l tumanida 5-maktabda ham hozirgi kunda chet tillarni o'rgatishga ko'p sa'y-harakatlar yo'lga qo'yilmoqda. Shuningdek, bizning maktabda rus tili, fransuz, ingliz tillardan malakali o'qituvchilar dars berib borishadi. Hozir biz 5-maktab jamoasida 5 nafarimiz xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab prezident sovrini uchun tanlovda da'vogarlik qilib keldik va hozir fransuz tilidan qatnashmoqchimiz. Tanlov nizomi asosida ishtirokchilarning til bilish darajalari yana bir sinovdan o'tkazildi. Ma'lumot uchun tanlovning ushbu viloyat bosqichida 1-, 2-, 3 o'rin egallagan jamoalar 250, 200, 150 million so'mlik mukofotga ega bo'lishib, keyingi respublika bosqichida 500, 400 va 300 million so'mlik pul mukofotlari va xorijga ta'lim safari uchun kurashishadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.